Voy, bu ot nega sakramayapti? Bundan sakray olmaydimi? Voy. Bo'lmasa u to'siqlar bu ot uchun emasmi? Qayerga tiqilib qolyapman? Bunisi-chi? Bu tezkor ekan. Qani? Bu. Bu. Bu ham sakray olmayapti. Video boshlam hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Sarvar 88. Bugungi videomizda sizlar bilan fermer hayotini va ishbilarmon hayotini olamiz. Men shahardan ko'chib keldim va shu yerda bir boyning uyiga ishga kirdim. Qani bo'lmasa, bundan keyingi sarguzashtlarni men bilan bilib olasiz va sakradi. Ana bu boyning uyini ko'rsangiz, daraxtlardan ustida daraxtlar, mana uning uyi hayla o'zi, lekin kiyimi qandaydir eski va qishloqiga o'xshar ekan. Menga bergan uyi, menga hali ham uy bergandan xursandman. Ana yerda kutubxonasi bor ekan. Ana yashil eshiklik. Men uni tozaladim. Mana bular ustiga ham ekan, bu bunker omborxonasi, pullari, narsalari bo'lsa kerak. Menga otlarni mashg'ulotda sayr qildir dedi. Suvga tushib ketma, hoy ot. Voy, tiqilib qoldim. Bu otlarni ip bilan qamash mumkin emas ekan, chunki ip bilan qamasanglar yomon-da. Bu yerdan chiqib ketishi mumkin. Voy. Shuni mana buni olamiz. Buni o'zi nega qo'ygan bu kishi? Ay. Nimadir tushdi. Yani bo'yi tiqilib qolganda men tiqilib qolmayman. Ham bu yerga ularning bo'yi yetadi. Qani bo'lmasa, mana bu o'rgimchakning ko'zi tushdi. Men buni tashlab yuboraman. Kerak emas. Inventarim bo'sh endi. Mana uyni qaranglar do'stlar. Kutubxonasi mana kuchaygan. Daraxtlarni qarang, uylarning ichiga kirib ketgan pastki qavatini ko'rakchi. O'z tepada bilmaydi. Bu pochta solsa kerak bunga. Mana yerga tabiiy uxlasa tursa joni ketadi. Mana taglarni qaranglar. Obsidian mana bunaqa blok. Pechka buning ichida. Do'stlar, bu odam qanchalik bo'yi? Necha ko'rib qoldi. Qo'ycha salom. Assalomu alaykum janob. Men aytgan ishlaringizni bo'ldim. Yaxshi. Endi sen bitta ferma qurishing kerak. Xo'p. Menda bitta savol bor edi-da. Qanaqa savol? Men sizni qanday chaqirsam bo'ladi? Meni nima desam endi? Chef dever. Bo'l. Chef. Menga narsalarni bering. Men qilishni boshlayman. Ular qayerda? Mana oldingdagi bochkada. Tezroq bo'l. Kech tushguncha ulgurishi kerak. Xo'p. Meni kim deb o'ylayapsiz? Men Fleshning akasiman. Nima? Nima deb oldiryapsan? Tezroq bo'l. Xo'p. Chef, bu yerda faqat bedrot bilan
qovun, pumpkin va tarvuzniki bor. Bu yerda esa kartoshka qani, sabzi qani. U yog'i bilan ishing bo'lmasdan sen shu yog'ini qil. Hop, bolta qayerdan olay? Bolta pastki qavatda. Hop. Ko'p gap aka masakan. Ko'p gapirsanglar qaranglar, yomon baqirib tashlayapti. Nima deyotganlaringga eshitmayapman. Mana turuvdi, ko'p aytibman. Bu yerda bolta yo'q-ku. Bu yerda bolta yo'q-ku. Va boya bersangiz bo'lmaysizmi-da? Sarson qilib. Voy, sizlarni ham baland qil. Mana bu yerga somonmi? Ha, mayli. O'sha men videoni to'xtating desanglar, men yerda oldiga borib kelguncha vaqt ketadi. U devorpam uzr. Mer akam meni cho'chityaptimi? Qayerdan qursam? Mana shu yer bo'ladi. Bo'ladi. Yo, bu yer hamma joyga daraxt ekib tashlagan ekanda. Kutubxona yonidan quraman. Voy, bu yerda lava bor. Mana bunaqa yerlar o'smaydi. Qayerda qilaman? Ha, mayli. Uyimni orqasida qilaman. Yo, mana shu yer bo'la. 1 2 3 to'g'ri qilayotgan bo'laydi. Voy, yer bloklari olmabman-ku. Voy. Ay, bala. Voy, buzuvam. Voy, tog'cha sen uchun bitta atab qo'ygan edim. Yurakchalar chiqar. Menga yaxshi ishlar yoqadi. Yer bloklari bo'lsa kerak. Ha, yaralbay keldik. Yer bloklari olmabman. Bu yerda emas, pastda ekan. Ana shunaqa do'stlar. Yomon chalkash. Bu yoqqa borsang, bu yoqqa borish. Bu yoqqa borsa, u yoqqa. Men boshim chalkashib ketdim. Endi o'zimga narsalarim bo'laydi. Ha, o'zingga o'sha yerdan qilich, ketmon, kirka, yana qaychi, qalqon, Yer bloklari o'zingga kerak narsalar ol. Rustammi? Gapirmadilar, hammayli. Kerak bo'lsa, ya. Olaveramiz, yana taxta kerak menga. Suramiz. Obalib keldi. Bu yerga kelganimdan xursandman. Chunki. Voy, suvni qayerdan topaman bu yerda? Ha, ko'l bor-u. Hali ham lapa olgan ekanman. Olg'a. Ketmon olganmanmi? Voy. Ketmon olmaganimni qaranglar. Shu yerdan bitta temirligidan yasab olaman. Bu
bu yoq ortiqcha bo'lsa bu ketaversin. 3 ta ortiqcha qo'yib yuboribman. Men bu yerda temirlar ko'rgan edim. Video qiziqarli bo'lyapti degan umiddaman do'stlar. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Taxtamiz bor. Va ikkita verstak esa beribmanmi? Buni bu yerda verstak bor ekan u. Shunaqa laqmamanda do'stlar. Bu yaxshi. Menga ketmon. Bu kechichyapti. Kechishguncha qidegandi. Voy, endi ertaga qilaman. Va shu yerda videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Sizlar bilan men Sarvar 88 bo'ldi. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Xayr.